Şuna bilan keldik, yani shu sayatga vaqaning davomiga yaxshi bizlar aytsanglar, Zubayr Bazullarning uyluga xush keldinglar. Naq yeydigan yeb bo'lib, dasqan mikalga yerimizni tatib kelmab va narsalarimiz shunchalik mo'lda, tamoqlarimiz birsi-birsidan esal, shuna bilan ayt deganda shu narsalarni qilaydi. Men bu nechinchi kunsi esim yo'q, isqilma tatib qo'ygan filmlarni birdan ko'rishtirib sizlarga baharlab turibman. Filmni sizlarga degandim, bu yerda esam ko'lam, unimda jumaysam telefon to'shakka shunga baharlab bir xotir qoldirib qo'yaydi. Bu vaqt o'tib ketgan filmlarni to'liq ko'ranglar deb turolmayman-da. To'liq ko'rish xo'jaqmasa mayli, lekin yurak besib qo'yishni deb qolmanglar. Shuna bilan hammamiz taqqulab mashinalarga chiqib uzun yo'llanmagan ekan bir daryo bu yo'l keldik-da. Bu yerda mush paraxodga chiqib, yana bir sayohat rayoniga yetib Men bu shun bilan paraxodga chiqayotgan vaqtimizga bu o'tirliqda dengiz bo'lgan ekan, bu yerda o'sha ko'cha Abduzning o'rnida shu paraxodni ishilga o'xshaydi deb o'yladim. Mana qizlar manzilga yetdik. Shuna bilan bu bolam shu kelgan petlar nimish qildi, bu yerda qum o'ynayman deb ketdi. Shundan dedim, "Voy bolam, jilan chiqib qolaymi deb azrayman, Yuzbayr oyat yolg'iz o'ynab o'tiribdi" deb shuna bilan akaga bo'ldi. Lekin bulama yo'llarning chiroyliqligiga, pokizligiga bu yerda o'ynamaydi ekan. Mush nada top bo'lsa shu yerni izlab berib o'ynab yuraydi-da. Shu emasmi bir tal teshig'ini ko'tarilib nada qo'laydigan yabadi deb shu yerni izlayotdi bular. Shuna bilan men Mavlonjon bilan bizning apandimga bo'lib berdi-da. Koks olamiz, daraxt koks bayka o'zimiz olamiz deb biroz gap qilamdiganda deyman, lekin hech kimga gap qilmaydi. Bular koksdan 2-3 ni ag'ami bo'ldi. Daraxtdan ag'anni kenja o'xshamaydi deb necha tal ko'ksni ag'andan keyin yana davomli chiroyli go'zal yerlarni ko'rish uchun oldimizga qarab men ketdik. 4 odamni chiqardimiz, 4 odamlar bag'ashga sayat deb o'ylab qolganlar. Ramazon oilamizning boshchisi Abdurahmon doktor ustozimiz bu qatim 200 nafar kishini sayohatiga kelgan. Biz shularning ichida men o'zimning hamkorlashlarim ham oilamdagilar bo'lib Zubayr va Zullarni qo'shib 11 nafar kishini sayohatiga kelgan bo'libdi. Men shunchalik yo'g'ayish qilaligidek chiroy tozalab bergan Abdurahmon doktorga bayram shirkatiga rahmat etmay bo'lmaydilar. Shuna bilan bu yerlarning bo'shashlar ko'rsatib turaylik. Qilib mazullar jinoq tushliq bo'lmay kichik bola bo'g'osini men ko'tarib boqayman, bek boqay deb turib olgan bo'ldi-da. Mazuyimlikam qilashimning balasi aslidan men ko'taray deb turib olganlar ma'lum. Shuna bilan men yana bir kunisimido, yamosh kundan tushdan keyinsimdo o'misha kelib to'qsa shundan bek go'zal jumubiy yash qilib. Yo'l bergin yo'l izlaganlarga, sabirga oq yo'l tilar. Qo'l bergin pok mehrin bilan, yüksəklərə ketsin ürlər. Gömüldü son, içsin gönül, qeynimisin yürekli esrər. Yazning altın adlı bidən, həmmimizgə yalsın Ey söyümlük ey ayol, ten yar aldın er bilen. Gülge doldu bu alem, ten tökülgen ter bilen. Shuna bilan mavaq bo'lganda chilik nimachilik mayda yo'lchilik yomg'ir yig'ib ketdi-da, hammalar panohlanish uchun mashalar kelib turdik. Ancha-muncha mandara filmlarni tatib qo'yganmi bo'ldik. 사랑을 잘 모르겠어 이렇게 다가올 줄 난 몰랐어 내 마음조차도 Mana mayat o'tirib aqsa film tatvatdi. Men yomg'ir qolgan genjoni shayda beklik o'xshatdim ya deb turibsam. Shuna bilan men chilik yomg'irchilikda boshqa filmlarni oxirida tatamay ketdim. Dami tezdirib, ko'rishtirib, kesib, chaplab ovoz beryapman bu filmga. Qo'shaqsimi yurak berish unutib qolmanglar. Bir cheti vasalar yemir 2 qism yo'l versam tugamu bu filmlar. Maqolam sarsanlar qulaylar qildi.